Ko'krak bezi saratonida isitma chiqishi har doim ham oddiy holat emas. Ko'pchilik bemorlar shamolladim shekilli deb o'ylaydi. Lekin ba'zi vaziyatlarda bu organizmning yordam so'rayotgani belgisi bo'lishi mumkin. Isitma chiqishiga nima sabab bo'ladi? Organizmda infeksiya boshlanishi, immunitet tushib ketishi, o'simlik atrofidagi yallig'lanish yoki ximiyoterapiya ta'siri bo'lishi mumkin. Ayniqsa ximiyoterapiya olgandan keyin harorat 38 gradusdan oshsa, bu xavfli signal hisoblanadi. Chunki qonda himoya hujayralari kamayib ketgan bo'lishi mumkin va organizm infeksiyaga qarshi kurasha olmay qoladi. Qanday belgilari juda ham xavfli? Yuqori isitma, qattiq holsizlik, titrash, nafas qisishi, yo'tal og'riq yoki qizarish, bosim tushib ketishi. Mana shunday holatlarda nima qilish kerak? Darhol haroratni o'lchang. Ko'proq suv iching. Davolovchi shifokor bilan bog'laning. O'zboshimchalik bilan antibiotiklar qabul qilmang. Holat og'irlashsa, shoshilinch yordam chaqiring yoki bizga murojaat qiling.